Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyligi shiori ostida yurtimizda keng ko'lamli mehr saxovat tadbirlari davom etmoqda. Davlatimiz rahbarining insonparvar siyosati tufayli hech kim e'tibor va hamkorlikdan chetda qolmayapti. Inson qadri uchun ezgu g'oyasi muborak Ramazon kunlarida yanada yuksakroq namoyon bo'lmoqda. Prezidentimizning g'amxo'rligi tufayli hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmayapti. Yolg'iz va ehtiyojmand fuqarolar holidan xabar olinib, og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga amaliy ko'mak ko'rsatilyapti. Shuningdek, yosh ulug' keksalar, nuroniylarga ham hurmat, izzat ko'rsatilib, prezidentimizning hadyalari yetkazilmoqda. Jumladan Qashqadaryolik 100 yoshni qarshi olgan otaxon Fayzulla bobo Qahhorovning ham bugun ko'ngli osmon bo'ldi. Dehqonobod tumanining Zavqiy mahallasida istiqomat qiluvchi bu otaxon 10 farzandni tarbiyalab, o'qimishli qildi, elga qo'shdi. Bugun ular turli sohalarda mehnat qilishyapti. Elda hurmat qozongan tabarruk bu otaxonga prezidentimiz tomonidan yo'llangan hadya va iftorlik viloyat bosh imom xatibi tomonidan yetkazildi. Ramazon munosabati bilan muhtaram prezidentimiz sizga hadya jo'natdilar. Qabul qilib olasiz sovg'ani. Otaxon goh ovoz chiqarib, goh shivirlab, uzundan uzun duo qildi. Yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, yurt rahbariga esa sog'lik, omonlik tiladi. Prezidentimiz, podshohimiz, parvardigori fuqarolarini tinch, orom yashashi uchun bardam baquvvat ayla parvardigori. Qayerga boruvchi bo'lsalar, sohibi izzat va hurmat, obro' bo'lsinlar. Bardam baquvvat bo'lsinlar. Duo bilan el ko'karar deyishadi. Zero duo qilishda ham ulug' hikmat bor. Muqaddas Ramazon oyida qilingan duolar albatta ijobat bo'lgay.